Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda may oyida yillik inflyatsiya 5,5% gacha sekinlashdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yil may oyida O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 5,5% ni tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi e'lon qilgan iste'mol narxlari indeksatsiya ma'lumotlarida keltirilgan. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, may oyida iste'mol narxlari indeksi oylik hisobdan 100,1% ni tashkil etdi. Yil boshidan buyon narxlar o'sishi 2,7% ga, yillik hisobda esa 5,5% ga yetgan. Ta'kidlanishicha, yillik inflyatsiyaning sekinlashishiga baza effekti muhim rol o'ynagan. 2025-yilning may oyida ayrim tartibda solinadigan tovar va xizmatlar narxlari keskin oshgani sababli joriy yilgi yillik ko'rsatkich pastroq shakllangan. May oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari umumiy hisobda 0,1% ga pasaygan. Bunda limon narxi 19% ga, bodring 39,5% ga, pomidor 34,7% ga, sarimsoq 12,1% ga, piyoz esa 2,9% ga arzonlashgan. Shu bilan birga suyaksiz mol go'shti 3,6% ga, guruch 1,6% ga, tuxum 1,5% ga qimmatlashgan. Xizmatlar sektori narxlari esa o'sishda davom etgan. Jizzax viloyatida sovuq suv va kanalizatsiya xizmatlari tariflarining oshirilishi natijasida ushbu xizmatlar bo'yicha respublika o'rtacha narxi 0,8% ga ko'tarilgan. Uy joylarini ta'minlash xizmatlari 0,8% ga, ijara to'lovlari esa 0,7% ga oshgan. Transport xizmatlari va yoqilg'i narxlarida ham o'sish kuzatilgan. May oyida benzinning o'rtacha narxi 0,6% ga oshgan. AI 100 benzini 1,6% ga, 95 benzin 0,8% ga, 92 esa 0,6% ga qimmatlashgan. Avtotransport xizmatlari narxlari 1,1% ga, shaxsiy transport vositalarini ta'mirlash xizmatlari 1,2% ga ko'tarilgan. Hududlar kesimida may oyida eng yuqori oylik narxlari o'sishi Samarqand va Jizzax viloyatida kuzatilib, indeks 100,3% ni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkich esa Qoraqalpog'iston, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent va Xorazm hududlarida qayd etilib, 100,1% bo'lgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yillik hisobda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari 6,7% ga, nooziq-ovqat mahsulotlari 3,7% ga, xizmatlar esa 6,1% ga qimmatlashgan. Yanvar-may oylarida umumiy inflyatsiya o'sishining 56,7% oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hissasiga to'g'ri kelgan. 2026-yil aprel oyida O'zbekistonda yillik inflyatsiya 7% ni tashkil etgan. Hisobot davrida oziq-ovqat mahsulotlari 1% ga, nooziq ovqat mahsulotlari 0,3% ga va xizmatlar narxlari 0,4% ga oshgan. Benzin esa o'rtacha 1,4% ga qimmatlashgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.